Nimiz da'vatsan? O'zingga o'yin chiqma. Ağzını yum, tam. Yaxshi kayfimni fuchurma. Bu pul. Aka, Qadalli qilma. Agar Frankinasini ujuqtiradiz bo'lsa, alburun ujuqtirib yutadi. Bu pullarning hammasini ayollar qashlaydansan. balki Jemning xotiniga bir dasta gul setib olaman. O kunda bu semiz cho'chqaning qo'yinda yetaverishni bezar bo'lgan bo'lishi mumkin. Andin seni singlim bilan o'ylayman. Uni haqiqiy bir ayolga aylantiraman. Pulni amma sana baribir qashlaydigan fursat yo'q. Ya, fursat chiqadi. Mesafchi, bu pulni kutirish. U ablah saqqulik qildi. Biz federatsiya tekshirish idorasidan qurol tashlandi. Kes, bu yerdan ketaylik. Men senden bir ishni so'ray, Qo'zon. Sen o'likcha chiqqanni ko'rgan-ku. Siz mening Ro'yjistoliq kun tartibimni o'g'irliqcha ko'ryapsiz, bova. Bu yil Ro'yjistol bayram baldir keldi. Sana ikkini beray. Vah, bek kelishgan-kan, bova. Ha, o'ldira. Nega? Sen bu yerda nima ish qilyapsan? Dada, Men seni uningdan ner tur degan. U degan mening nevram. Uningdan yiroq tur. Uni mendan ayirib etmoqchimi? Shundoq. Sana aytib qo'yay. Seni endi bu yerda ko'rib qolmay. Sen bir sessiz soqchi, aqtirish guvonaman bormi? Pat arada umi bo'ladi. Nega? Mangayli. Güzel hem batur bil ironiz, xuddi osmondan tushgandek qobil kuchlardan tashkillangan Los Anjelesdagi eng munavvar amalliq saqlash shirkatiga boshlamchi bo'lib, orqa-orqadan eng xatarli amalliq saqlash vazifalarini yaxshi tamomladi. albomi. Konu rasmlarni ko'rishga bek qamroq. Albatta, o'zimninkini ayni to'rimga kirgizib etdim. Nima degan ovorchilik? Yaq, bek oson, opamni ko'makchi bo'lsam, Kay oilasi to'rga kiraman. Sheferni kirgizib nuqtani deb yanto siziq bo'yicha kirib, yanto siziqni bo'ylab qaytib, komni bossam, opam chiqadi. Yilnam takrorlagach. Ishlatgili 3 yil bo'ldi. Oldin qishki yilda texi maktab bitirmagan. Frank efendi, bugun xotiri kun. Dadam bilan bovam gaplashmagili 10 yil bo'ldi. Tangrim, ko'nglim yerim bo'layotdi. Kim boshlamchilik qilgan? Mangayli nega yangi xaridorimiz bilan ko'rishimiz. Unda qag'il tas qaptiman. Ronald Zeyn 100 millionlik boy. Mangayli.
Ahvolmi shu. Parijda bir necha kun turib bijirdigan ishlarim bor. Bu yerdagi xizmatchilarda o'zgarish bo'ldi. Shunga Emirning mutlaq bexatarligiga kapolatlik qilishim kerak. Tangriga yana bir qitim rahmat. Qozam, ular men sizga degan qo'g'dug'uchilar shu. Yaxshimsizlar? Makir, bu narsaning ta'mi yaxshi emas ekan. Hey, men baray. Kechiring. Xotirjam bo'ling. Zeynab andi, Emirning bexatarligiga cho'qim kapolatlik qilamiz. Kechiring. Biz ayrim so'zlashib olaylik. Bu Margi xonim, uning ayoli, Emri Aron 12 yoshda, uning qizi. Jurnalni ko'rmaganmi? Chiroyli bo'g'ini bilan meni sovuq ayolga. Haqiqatan ma'tu kelsin. Emiri bilan qachon ko'rishkili bo'ladi? U hozirlik keladi. Sizlarga cho'qim deb qo'yishim kerak. Biz nam atığımız bor odamlar. Shunga ommaviy so'rovlarga oz boramiz. Baba. Yaxshi turdingizmi? Bular qo'g'dug'uchilar. Men yo'q vaqtda ular holingizdan xabar oladi. Yaxshimsizlar? Baba, bek uzun ayol bo'lmassiz? Qozam, ba'zida o'zimni bir nima deyamayman. Jim. Yo'q. Bo'lmaydi. Bu sallar to'g'ri emas. O yasab bo'lganda andin pul to'laymiz. To'g'ri. Baba. Dadingizni seg'inirgansiz? Men shu. So'rab baqay. Toza bir ortiq chiqirmoqingiz bormi? Ba, uyinglarda ochiq suv bilan soda bormi? Ba, mangayli. Biz haqiqatan yaxshi bo'lmoqchi. Sen nima degan umoq? Rost. Afsus, sen mening emas-da. Siz rostla meni azoblamoqchimi? Balkim undaqda ma'nosingiz bo'lmaydi. Mushundaq bola boqchilik xizmatini topqiningizni sizni. Bilamsiz, Emiri haqiqatan qo'g'dishimizga muhtoj. Shaxsan men shunday o'ylayman. Hay! Qaranglar, qanday? Bek chiroyli ekan. Emiri, biz cho'qim ko'ngilda qo'ynaymiz. Biz o'g'illar to'g'risida hikoya aytishimiz, maxfiy gaplarimizni deyishimiz, maymundek yosinishni uyutib qo'yaman. Ondan Kristopga berib chechimizni yozib boshqacha yosinimiz. Biroq oldi bilan sizni nima deb chaqirishim kerak? Mimi. Emi. Meli. Velxinim. Agar siz akavorlik qilib o'tirolmasangizlar, o'ylaganlarimni aytib beraman. Men uzun vaqtdan buyon yotoqliq maktabda turdim. Biroq u andigi bir necha kunda to'liq harakatlanishni o'ylayapman. Ya mening bilan birga bering yoki ko'maski silib oling. Biroq menga to'sqinlik qilman deyotgansiz, bu mumkin emas. Men qo'shilolmayman. Yana obdonroq o'ynab yiqin. Avaq. Hajabni kayfimni uchirdingiz. Uni olpasak bo'ladi. Boya sizlar uni taniyolmagan. Shunga uni odam ozroq yeg olpasak bo'ladi. Shuningda qo'g'dimoq oson bo'ladi. Nega boqingiz bor? Mening sherik o'migiga boqim bor. Biz qo'l ko'tarib qarab qolaylik. Biz utdiq, ishtishga bosak bo'ladi. Biroq berishdan ilgari oldin berib razvedka kelaylik. Men baray. Menmi siz bilan birga baray. Men boshqalar bilan tamoqqa deyishib qo'yganman, men qo'shtiray. Ozroq meva sharbati ichaylik. Yaxshi, keling. Men sizdan imtihon ep boqay. Bugun oldi bilan boshqalar tarafidan tutib olinganda qanday qutulishni o'rgatib qo'yay. Qo'nchaqni qo'ying. Mana bundaq. Nayt yaxshi, yoqtirib qarasiz. Bomba emas. Tekshirish asbobi baqirmang. Ovozi bek tutuq. Cho'qim daxl qilayotgan magnit maydoni bor. Uning kelish manbasi Mushiya. Anglab tur Ablah. Sening ishga yo'ling bor. Biri Qur'onni tashlash, yana biri qo'lingdan olib Balkim qolish. uchinchisi bo'lishi mumkin. Bo'ldi, o'q chiqama. Men bir qiziqchi. To'g'ri, shundaqqa. Biroq meni kuldiranmading. Sahnada ishiladigan miltiq o'zing ko'rib baq. Maqsad plasma. Kechir.
Yaxshi o'yinchiqqa ko'rib baqsam bo'lam. Kechiring apandim, o'makning sehrgarligining sirt oshkorlasak bo'lmaydi. Ha. Kechiringlar. Shop. Men ular bexatar deb xabar qilyapman. Siz mang'ash turing. Men atrofni yana bir kuzatib boqay. Men miltiq ovozini oldim. Biror ish bo'lmagandi. Ha, hech qisi yo'q. Kichik ishlar. Sodadan chataq chiqmaydi. Bu tapanchalardan necha 10 millionni topqili bo'ladi. Bizga haqiqatan bu yaxshi fursat keldi. 10 yildan buyon har yili 1 million topgan bilan barobar. Yolg'on o'lishning bunday yaxshi ishga aylanganligini kimmi o'ylasin, ha? O'lik chashqanni ko'rib baqqanmi? Eliq qiziqchining o'qi, mag'za plastika. To'mir sir bilan sirlanganda magnet maydoni hosil bo'ladi. Magnet kuchi negening tekshirish asbobining rolini yo'qitib o'tibdi. Faqat bir xil qurolga magnetlik o'q ishlatiladi. Realistik miltiqqa. Biroq o'qildagi qurol bak uzun. Bu uzun emas ekan. Bo'ldi, og'rishqa boshladi. So'zimni esingizda tuting. Beg'ishingizni harakatlantiring. Muringizdan boshlab kuchang. Burang. Nima degan qalbdesiz rahmat Tasha. Hunarim qandaq ekan? Eshikdan yana bir qatim qilib kelyapti. Quruq gapni qo'yinglar. Bir g'alati ish yuz berdi. Men berib koyni topay. Kayni gutung. Ko'zi o'xshamadi. Yilonninkiga o'xshaydi. Yilonning ko'zi keldi. Ashu. Yana birsi Dino Skrat. Ularning ikkilisi serik o'mgid ekan. Aslida o'lmabdi. Oldin haqiqatan ularni ko'rganda siz kichik bola edingiz. Ular hozirqidan 10 yosh kichik edi. Uning ustiga allaburun o'lgan. Ular yolg'ondan o'lgan. Bularni bovam uqsa, cho'qim terkib, sarang bo'lib qoladi. Ular o'z vaqtida soqchilarga yordam qilgan. Ular yaxshi odamlar. Biroq uyimizdagilarni turbuk soltibatdi. Undaq bo'lishi oilanglardagilar qaqti soqti qilib odam o'ldirib o't qo'ydi. Az so'zlan kay. Tayoq yeyingiz kelyapti. Hay, nima deriksiz? Terikmang nega? Kay to'g'ri deydi. Shunsiz u oiladan chiqib ketgan. Kechiring kay. Serik o'mga keldi. Biz keldik. Nima bo'ldi? Nimachilar jiddiylashiib ketdinglar? Ahvol ko'rildi. Balkim xatar bo'lishi mumkin. Boshqani o'rinlashtirmasak bo'lmaydi. Serik o'mga navbatmaydigansiz? Yana baxil bo'lamdi. Tasha acha. Silliqroq qilib aytganda bo'lmaydi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Telefon isman xalqaro uzun yo'l ulab bering. Nima qilyapsiz? Dadamni izlayman, sizlarni ishni bo'shatqizaydiman. Emeri, bizmi sizga yaxshi bo'lsin deb atamiz. Yaxshimisiz? Hojatxonaga qanday mang'adi? Fransuzchani biladiganim faqat mushu. Sizga kelsak unchalar ishchilarni qilib ketmasangiz bo'ladi. Yana sizmi Emerining ko'nglini yerim qilma. Bumi uning uchun. Agar u xush bo'lmasa, kim biladi, yana nima hunar chiqirdi. Bizga yordam kerak. Qaraganda Tam bilan Dino yana ko'n kesbin qilayotgan o'xshaydi. Qurol atkazchiligi. Salayt bek maxfiy. Buvam burun ularni serik artistlarga o'xshaydi deydi. Qurol atkazchiligining yo'llarini men bir qadar yaxshi bilaman. Yordamlashib tekshirib boqay. Hojat yo'q, Batur. O'z odamlarimiz bor. Mening odamlarim chaqqat. Mening odamlarim ko'p. Nimada kelmaydi? Men olterimdan turib bo'lgan. Tamam, yanada ehtiyot qilganimiz yaxshi. Qaysi kuni mashinaning ishiga uchratgan ayol Frank apandining navrisiga bak o'xshaydi ekan.
Shu bo'lgan taqdirdami bizni tutib ololmaydi. 10 yil bo'ldi, qora guruhni oldidik, saqchilarni oldi vatdiq. Amdilikda shu og'zidan sut qurmagan qizib oladan qo'rqamdiq. Biroq Xardin apandi, dal vaqtida keldingiz. manga o'yinchig'inglarni ko'rsatdinglar. Bu yerda avrishkisi bor. Avrishki degan anamisi. Men 200 ni setib olaman. Biz haftaning ikkisi chegirdan kirib oldik. Qurollarmi o'xshash. Seri ko'migining sanduqlari bilan birga tamojnadan yoshirin o'tkazib oldik. Men ko'rib baqay. Har bir o'qtanda 10 ming pay o'q bor. Minutiga 7 ming pay o'q atadi. O't kuchi mutlaq kuchlik. Men sinab baqay. Yomon emaskan. Ham yenikkan. Biroq mal to'liq kelmagicha pulni to'lamayman. Bo'ladi. Bizning yakshanba kuni o'yinimiz bor. Kelsangiz, naq maydonda molni tekshiring. Erkekten asta olup kaldı. Garip çıtamak dedi mi kaşka? Cungo çıtamak ne? Ben köp yevettim. Bana bundak yardım kığının rahmet. Hepimiz dostlar emes mi? Sezdimeş boğa iki adam ölüptü. Qargırıqның işken. Bireylen ulanı körüptü. Belkim Qovdalgıç tarafının guvaçısı buluş mümkün. Tekşiriş idarasının kompüteri hatırlanmadı. Belkim habercin aldap koygandı. O aldımaydı. Belkim kız baldı. Buludu. Ben tekşirip bakay. Ben berip seri günmükün tekşirey. Rahmet. Hiç işenigim gelmeydi. Muş axlatlarını o gördük Allah var iken he. Oo, kimdi o bu? Mening nevrem negi? Meni yo'qlab kelmagili uzun bo'lib ketdi. Men texi bir ish yuzbaga o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Seni bek sevgandim Jomo. Oy, bu kim o? Bu yerga kelish uchun albatta bir yordamchi Ha, olmanda. yaxshidirdingmi balam? Yaxshimsiz Frank Altandi? So'raydigan nima ishing bor edi? So'raydigan bir gap bor edi. Bo'ladi nega? Bu yangi filmni ko'rib baqdingmi? Soprano jamiyati. Men bek yaxshi ko'raman. Bek tabiiy. Kechiribman o'tirib olay. O'zini biladigan aqlli odamning elishib qilishkisiga giribtor bo'lib qolishi mumkinmi? Qalaymiqan bildirganlik. Butunlay o'ydirmichilik. Ha, shundaq-ku. Nima so'ramoqchi eding nega? Motam murosimi. 10 yil ilgari. Dadam ishqinlar oxir qatim paranglashgan ashib ketdi. Oh. Dadangni doim eslab turaman. O degan mening o'g'lim emasmi? Bo'ldi, so'zlama. Men qo'lyoqliq ilishni unutib qoptiman. Rost gapni aytqin. Tam bilan Dinoni sen o'ldirganmi? Kimdan anglading? Televizorda ko'rdingmi? Men odam o'ldirib boqmadim. Ular o'lishga tegishli bo'lmasala? Ular o'lmasligi kerakdi. U ikki kalvaga mening qo'l selishim hojatisiz. Ular o'zlari ishlaydigan. Sana nima bo'ldi? Ularni o'ldirmadim desam umidsizlanib qoldingmi? Balkim shundaqdir. Sen o'ldirgan odamlar endi tirilmaydi.
Yaxshimisan? Oh, Ve bu yerda nima qilyapsizlar? hal saldirib nima qilasiz? 36. Ve Nega har xil amallar bilan bu ishkalarning qayta tirilib qolganligini tekshiryapti. 39. 40. ular qayerda? Nega? Endi keldingizmi? Qirg'anda sizga yordamim kerak ekan. Jang oxirlashdi. Endi ularga yordam qilib qo'ying. Tanishgansiz. Tabriklayotgan yo'q odamlar komandasi. Ular ishni ilishib hal qiluvchi musobaqaga kirdi. Biz berib sabti turishni mashq qilaylik. Sen qanday qilmoqchi? Ha? Meni o'ltirayotmoqchi bu. O seni qo'yib berdi. Nima uchun uni qo'yib bergidikman? Tapanchiq asosi. Yeni kelib biz degan bir guruh. Bu ishlar unda oddiy emas. Men Ma'qul, sen avval qo'y. bo'lmaydi. Ikkimiz biriga qo'yamiz. Fuqishmaslik bo'pti, nega biz tekshirish idorasi tarafidan qo'g'dilayotgan guvohchilar. Sen ular guvoch bo'lib bera olamsan. Ular meni avval tutib oldi. Nega? Bo'ldi qiling. Siz apandimni kechirib yetibsiz. Nimani kechirib yetibdiman? Bunisi o'zingizga aniq. Men taqatsizroq tom. Nega siz azaldan aqlliq. Bilasiz, apandim saqchilarni qanchalik o'shkirdi. Dadam saqchi bo'lgandan tart bu haqiqatan uni nazariga olmaydigan bo'lib qolgan. Qaringiz bo'lmasin, u uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Apandim boshqalarga o'zining o'g'lini, ya'ni sizning dadingizni o'ldirgizmoqchi edi. Hey, nima ish bo'ldi? Neri tur joyi? Qur'onni tashlang qizcha. Sen taşla. Bo'lmasa advonni beraman. Meni adablamoqchimi? Sen adablamoqchiman. Fikrim bormi? To'xtanglar. Nima ish bo'lib ketdi? Sadi nima ish bu? Bilaman. Uni uch ko'rsan. Biroq uni o'ldirdi deb o'ylayapman. Yana odam o'ldirishning gapimi? Men zodi kimni o'ldirmoqchi bo'libdiman? Dadamni. Joyi, ularni boshlab azroq bir narsa yevag'in. Yuringlar. Yurak qizim. Birdan ayilmay. Hunar ko'rsatma. Nikolas saqchi bo'ldi. Ochchig'im keldi. Balkim pek ochchig'inib ketgachkimi, boshqalarga u mening o'g'lim emas dedim. Biroq Reyn bilan Mech bu gaplarni rost deb o'ylab qolganmi? Onunğa qıltaq qo'yibdi. O gapimni angla. Men sezib qilib, ularni to'sib qo'ydim. Shunga ular maqsadiga yetamidi. Reyn bilan Mech tam ularga asilik qilgan. Obdan qozam qasam qilib beray. Ish yo'qdi xo'jayin. Seni kelib tuxum qatlamasi yevag'in degandim-ku. Tuxum qatlamasi o'xshamabdi. Ona kenik cho'sh. Reyn efendi, Emrinam siz bilan so'zlashkisi bor edi. Biroq uning suv uzish ko'lchigidan chiqishini saqlab tursangiz. Saqlayapmamsiz? U suv uzyotadi, davomli uzyotadi. Nega ketdinglar? Meni qo'rqitib o'ltiray dedinglar. Sizga bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Ish bor. Ber, dadingiz bilan so'zlashing. Dada, menda xushal. To'g'ri, men o'lgili tas qoldim. Serik umigida ishga ablah bizga o'q chiqardi. Ular rostla askar odamlar ekan. Nima?
Ma'qul. Dadam siz bilan so'zlashar ekan. Rahmat. Men uning qarg'ulachi degan so'zlarga quloq solmang. Davatqanlari faqat o'zining tasavvuri. U darajada emas. Qot-qot og'zingizga qulib sep qo'ydigan yagiyatdi. Men O'tgan 10 yilda yuz bergan 8 qitimliq zo'r ko'lamdagi qurol yarog' o'g'irlashda eng oxirgisi ajoyib holat ekan. U bir turkum darajadan tashqari to'van ovozli realistik to'pancha ekan. bu ishni anlaganda qilaman bu. Bu xabarga quloq solinglar. Har qitim qurol yarog' o'g'irlash delosi yuz berganda Ko'knur Serik umiga o'xshayadi o'yin qo'yadi ekan. Men bu ishlarning kon xo'jayinini tashlamaydiganligini biletdim. Ular qo'g'dilayotgan guvohchilar emas ekan. Tekshirish idorasi ularni portlatib o'lgan deb biladi ekan. Faqat naq maydonda tutib olsamlar ondan ishinaman. Bu qitim hargiz qochirib qo'ymayman. Nima ish yuz berishidan qat'iy nazar sizni qo'llayman. To'g'ri, lekin hargizmi Jonayning sizga yolg'iz amra bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Ikkinglar birga bo'lsanglar xotirjam bo'lolmaymiz. Men velg'i deb qo'yay. Tezroq bo'lmasak bo'lmaydi. Serik o'yini ertadan boshlab qo'yiladi. Yana u qurollarmi bor? Faqat bo'lmasak bo'lmaydi. Faqat bir amal bor. Men buningdan bezor. Bizar. Dasha. Nishonni bayqadim. Diqqat qiling, o'zinglarni oshkorlab qo'ymanglar. Oshkorlanib qolmaymiz. Samanglarda bo'lsin, yana texi emerini qo'g'dim saqlanmaydi. Men qutqizinglar. Jidal qilmang. Sizga sanchilmidi-ku. Dasha, men Kay bilan aloqalashay. Emre, men Kay bo'laman. Bilaman, siz Dasha va Vel bilan o'ynashni yaxshi ko'rasiz, lekin men o'yin o'ynashni bilaman. Meningda o'yinchiqlar bor. Emre? Hay! Emre! Nega mumkin oldingiz? Siz sirtdimi? Emre? Siz nerede? Bu kichikni. Esingda chin tut, taxtanda laydi chiraylar taxtani o'tolma. Men Joy, xo'jayin o'laman. Chatoq bo'ldi. U degan Joy. Undaqda sodini qanday qilamiz? Ya'ni nima soda? Agar apandim ko'rib qolsa, jinimizdan ayrilib qolamiz. Chatoq bo'ldi. Tam qanday qilamiz? Tez mayli, tez. Ma'qul. Tam bir amal qilib chiqib ketaylik. Ang yaxshisi bir tutqun topayli. Ha, rahmat. Xonimlar, apandilar, umaq bolalar. Navbatda burun ko'rib baxmagan qiziqarli o'yindan bahramand bo'lasizlar. Bizning bahartimiz o'zgacha. Chiroq, ovoz uskunlarimiz eng oliy darajalik. Hozir Ko'knur Serik umigimizning nomerlaridan hozirlaninglar. Kichik qiz bola shu. Men ilgari uni ko'rgan. U bir jurnalning muqovasiga chiqqan. O 100 millionlik bir boyning qizi. Dino. Nima? Men chiqib ketishning amalini topdim. Xonimlar, apandilar, endi ko'pchilik qo'sh kishilik kutish nomerimizdan mahrum bo'linglar. Ular Kovik bilan Jon. Kelar, o'zaro ishonishimiz kerak.
Sen bana işini sen, şundak mı? Emre bilaga qandaq kelib qolgandi? Balam. Endi Aspayt akıflarını sahnede kılaydı. Ularına yeni bir soğusun varken-da. Ular en egiz noktaga chiqib, hayotga jang e'lon qiladigan davosli o'yinini ko'rsatdi. Meni qo'yma. Tabassumingizni davomlashtiring, appaqiz. Chin tuting. Meni qo'yma. Qo'ying. Hey, nega borsiz? Qaytib Meni keling. qo'yma. O'zingizni erkin tuting, ha? Bundaq davozliqda azaldan ko'rib boqmabdi ekanman. Biz avarchilik uchirdik. Erkin turing. Kulimsirang. Ko'pchilik kulimsirang. Uni qechib ketdi degan edingiz. Nega qochdi? Balkim sizning qishingizga ketgandi. O'rgir. Hech qis yo'q, sal turib ko'rishaylik. Qalayman, medirlama. Qalayman, medirlamang da otini. Emre, men hozirlik chiqaman. Hozirla, oldirmang. Hozirlik chiqib sizni qutuldiraman. Parvardigorim. Yo'q. Bo'ldi. Emre, sizni tutib olganda qilaman. Emre. To'xta. Bo'ms yuz xatir qilmayman. Men bir taraf qilay. Shundaqmi? Men etib etmoqchimisiz? Talvilik qilma, sen degan mening nevrem. Dadam o'g'lingiz edi. Biroq uni bo'ldi qilib etmadingiz. Nega bo'ldi? Esingda bo'lsin. Bundan keyin bu ishni hargiz tilga olma. Vaqtdan chiqqanda bu xatni o'qib boq. Ola. Hozir bizning o'rinlab bo'lamagan ba'zi ishlarimiz bor. Bildingmi? Hey, kalva, mening nevramga o'qish qilmoqchimisan? Bu yaramaz ablaqlar. Hozir Aspayt akıflar tayyorlanib bo'ldi. Endi ular nomer ko'rsatdi. Dadamning kimligini bilamsiz? Albatta bilaman. Qo'rqmang Emre, Dasha keldi. Meni qo'ying. Yaxshimisizlar? Kovet, siz o'zaro ishinish kerak degan edingiz-ku. Emre. Tutulang. Bilangiz o'ynashni yaxshi ko'ramsiz, ha? Qani, uchiq. Kovet, men tutib olam. Men sizni qutuldiraman Emre. Dasha, tez Emre'ni qutuldirib. Yordam kerakmi?
Tez mayli. Gel, tutuverin, ben geldim. Korkmam. Ben baş bilemedim. Gel, tutuverin. Vay voy, nemi degan paysi? Ular kim o? Yaxshi qildingiz be. Tebriklashga aldırıp ketdim. Chapsan bo'l, tez bo'l, tez. Chapsan bo'l. Hey, nima ish qilyapsan? Nega kaçtı? Bilmadim, balkim relsli qo'ralni og'il kelgan bo'lsa kerak. Avval biz qo'l solaylik. Oh, yelka. Ehtiyot qiling. Chapsan bo'l. Ehtiyot qil. O'lgan qanshig'i qara. Men qildimmi? O'zini qanshig'i qara baqa. Yaxshi. Mana buni bomba deymiz. Nim bo'ldi? U ablahlarga nim bo'ldi? Ular salyut o'ynayotdi. Qaltis payzi. Bu yerda ekansiz, o'zingizga avorchilik deb oldingiz. Bo'ldi, uni ayblama. U tegishli saboqqa erishdi. Men sizga da'vatdaman. Ruhaniyat Zeyindan telefon keldi. U 10 minutdan keyin uyga yetib keladi ekan. Tez bo'linglar, boyli. Ablahlarni nemishqa yolg'on bo'g'aydim. Agar Emrining bir tal mo'yi zaxmlangan bo'lsa, ularning ko'gligi bor. Rahmat sizga. Emri! Emre, yaxshi turdingizmi? Nihoyat yaxshi. Qo'yning qo'zisidek. Intayin gap angladi. Uning deyishicha, nima? Eski odamlarning uni qo'rqitib o'q chiqarganicha, uning tasavvuri bek molkan. Azalda undaq ish bo'lgani yo'q. Asli sizga eskartib qo'yay degan edim. Biroq siz telefonni qo'yibdingiz. Agar unga ko'proq hamroh bo'lsangiz, bilib qolasiz. Rahmat, Eronis xonam. Kechiring qizim. Men doimla aldirashli yurayman. Bilamsiz, o kuni men bak qo'rqib ketdim. Sizdan bak ansirdim. Sizni xatarda qopdi deb o'yladim. Ana shu chaqdala o'zimning sizga hamroh bo'ladigan vaqtimning qanchalik oz ekanligini his qildim. Hozir va'da beraman. Endi barliq vaqtimni sizga ajrataman. Bu qitim qisi ras. Qasam qilaman. Eronis xonam bu o'rinni to'ldirdi. Sizga ko'p rahmat.
Rahmat sizga. Mana, Rahmat. haqqinglarni ozroq oshirib berdim. Sababi nihoyat aniq. Siz ularning ichidagi eng yaxshisi. Bo'ldi. Dada bola ishqanlar obdan paranglashib olinglar. Kasbdoshlarimning hammasi a'lo tarafda. Kechiringlar. Hamroh bo'lamidim. Xo'sh. Meni oyog'im. Meni rastla kessin demsiz? Ba'zi ishlarga men bir nim diyemeyman. Agar favqulodda men Bilaman. Teji gumpusini mashq qilgingiz kelganda. to'g'ri. Meni asraq yolg'iz qo'ying. Bo'ladi. Sizni saqlayman. Rahmat. Suyimlik dada, bilaman. Birinchi bo'lib eg'iz ichish qiyin. Biroq men sizga rahmat aytaman. Joyce bilan meshni ahmoqona ishdan to'sib qolganingizga rahmat. Bilaman, siz ularni qo'llamaysiz. Bizning ko'z qarashimizga o'xshamaydi. Biroq siz abadiy abad mening dadam. Balkim biz 100 turani so'zlashishimiz kerakdir. To'g'ri aytdingiz. Bek uzun bo'lib ketdi o'g'lingiz. Uy qaytaylik.